Qizil sochli diva bo'lish menga necha pulga tushadi? 8 oyda bir salonda 13 soat o'tirib обесвечение qildiraman, $400 ga tushadi. Har 1-2 oyda esa ildizlarini bo'yataman, butun uzunligini qizil rangga tonirovать qildiraman, 2 millionga tushadi. Lekin buni hammasi emas, обязательно shuncha kuydirilgan sochga uyda yaxshi домашний уход bo'lishi kerak. Avval juda qimmat professionalniy уход olardim, keyinchalik bildimki, byudjetniylari ham qimmatlardan kam уход qilmas ekan. Shampun обязательно обесвеченный va bo'yalgan sochlar uchun bo'lishi kerak. Narxi esa 100 mingga ham bormaydi. Har 2 kunda bir ukladka qilaman. Shuning uchun yuvilmaydigan уход va termozashita majburiy. Termozashita вообще hamma ukladka qiladigan sochlar uchun majburiy. Busiz yarim yilda sochingizni 20 cm ga kesishga majbur bo'lasiz. Men uchun bitta banочкада ham уход, ham ukladka uchun yordam plus fenni issiq havosidan termozashita bo'lishi juda ham muhim. Hattoki Dyson ham termozashitasi sochni kuydiradi. Tekshirganman. Termozashita ham 100 mingga bormaydi. Buni o'zimda zakaz qildim, lekin maslahatim promokod bilan oling, yana ham arzonroqga olasiz. Promokodni описаниеda qoldiraman. Qizil sochli diva bo'lib yurish esa yiliga $2000 ga tushar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Arziydimi?